Salom azizlar, bugun siz bilan birga necha asrlar davomida so'nmay kelayotgan bir savol haqida fikr yuritamiz. Nega ayrim qoraqalpoq va qozoq qardoshlar turkiy xalqlar bilan birlashishga qarshi? Yagona madaniyatli, yagona ildizli xalqlar nega har doim alohida bo'lishga harakat qiladi? Bu savolni siyosiy emas, tarixiy va madaniy jihatdan tahlil qilamiz va bir haqiqatga qaraymiz. Agar biz birlashmasak, biz yo'q bo'lamiz. Tarixiy ildizlar, biz aslida kim edik? Qadimda biz Turk degan umumiy nom ostida yagona el edik. O'g'uz, Qipchoq, Karluk, Nayman, Qang'li, Barlas va hokazo. Bu nomlar bizni bo'lish emas, boyitish uchun bor edi. Sovet davri kelib esa bu birlik sun'iy ravishda bo'lindi. Har kimga boshqa bayroq, boshqa nom, boshqa yo'l berildi. Natijada qoraqalpoqlar O'zbekiston tarkibida qoldi. Qozoqlar o'z yo'liga ketdi. Turkmanlar va qirg'izlar bilan aloqa susaydi. Va eng asosiy ruhiy ajralish boshlandi. Birlashish bu siyosat emas, bu ongi uyg'onishdir. Ko'pchilik birlashish deganda siyosat, hokimiyat, kuchli markaz deb o'ylaydi. Aslida esa bu madaniy uyg'unlik, maqsaddagi birlik, kelajak avlod uchun umumiy yo'l. Bugun dunyo juda kuchli raqobatda. Xitoy, Hindiston, Rossiya, AQSh hammasi o'z madaniyatini eksport qilmoqda. Biz esa hali o'zaro bir-birimizni tushunishga ulgurmadik. Birlashishning ijobiy va salbiy tomonlari, afzalliklar, til birligi, bir-birimizni eshitish va tushunish, iqtisod, savdo, texnologiya, kadrlar almashinuvi, xavfsizlik, umumiy yondashuv. Qo'rquvlar, mustaqillikdan ayrilamizmi? Kim yetakchi bo'ladi? Kichik tillar yo'qoladimi? Shu yerda muhim nuqtani tushunaylik. Birlashish bu tenglik asosidagi hamkorlikdir. Hech kim ikkinchisidan balandroq bo'lmaydi. Nega ba'zilar qarshi? Ruhiy sabablarga qaraylik. Qoraqalpoq yoki qozoq xalqidagi ayrim ehtiyotkorlik bor. Nega? Tarixda o'zligidan mahrum bo'lish, tazyiq va assimilyatsiyaga uchrash voqealari ko'p bo'lgan. Shuning uchun ular yana birlashsak, yana yo'q bo'lamizmi degan xavotirda. Bu xavotirni faqat adolatli va ochiq tizim bilan bartaraf etish mumkin. Biz bunga bir javob taklif qilamiz. Har kim o'z tilida qoladi, lekin boshqa tilni ham biladi. Biz aytamiz, har kim o'z tilini saqlab qoladi. Qoraqalpoq tilida gapiradi. Qozoq tilida. O'zbek, turkman, qirg'iz ham o'z tillarida. Lekin maktablarda, bog'chalarda, universitetlarda turkiy tillar o'zaro tanishtiruvchi darajada o'rgatiladi. O'zbek bolasi qozoqcha tushunadi. Qirg'iz qoraqalpoqchani tushunadi. Har bir bola kamida 3 turkiy tilni tushunadigan darajada o'qitiladi. Bu qanday natija beradi? Madaniyatlar o'rtasida devorlar emas, ko'priklar quriladi. Savdo, o'qish, turizm, nikoh, texnologiya osonlik bo'ladi. Har kim o'zini erkin his qiladi, begona emas, yaqin qardosh deb biladi. Birlashish bu bir tilda gapirish emas, birlashish bu bir-birimizni eshitishdir. Yakuniy xulosa, haqiqat va tanlov. Bugungi dunyo bizdan kuchli bo'lishni talab qilmoqda. Va bu kuch individual emas, umumiy kuchdir. Alohida bo'lib omon qolish mumkinmi?
Ha, lekin zaif bo'lib. Birga bo'lib omon qolish mumkinmi? Ha, lekin aqlli tizim bilan. Do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Birlashish bu orzu emas, zaruratmi? Biz madaniyatlarimizni asrab qolish uchun birlashamizmi? Yoki yana 100 yil o'tgach kech bo'ldi deymizmi? Fikringizni izohlarda yozing. Suhbatga qo'shiling. Yangi uyg'onish bizdan boshlashi kerak. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, obuna bo'ling va do'stlaringizga ulashing. Bu va buning kabi mavzularni davom ettiramiz.